Katta rahmat. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Shunaqangi ajoyib bayramona xursandchilik kunlarda hammalaringiz bilan diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Gullar uchun ham alohida katta rahmat. Va albatta men fursatdan foydalanib Nodirbek akamni chin qalbimdan, chin dilimdan tabriklayman. Boshlanishi bo'lsin ilohim. Bundan keyin Xudo xohlasa qatoringizdan kam emasdan yoningizga yana sheriklarni, qarindoshlarni, qo'shnilarni hammani olib Istiqlol san'at saroyiga borib Nodir akamizni konsertlarida birgalikda o'tirish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Doim yaxshi kunlarda ko'rishish hammamizga nasib qilsin. Omon bo'linglar. Rahmat. Beradi, bermaydi. Assalomu alaykum. Mani otim Shodiqul Bira. 30 ga kiromma, holi ham bo'ydoqman g'ay. O'zi qiyin bo'lib o'zbekni bo'ydoq bachalariga qiyin bo'lar ekan. Dadangizga borib, "Dadam, meni uylangim kelibdi-ku, deyolmasangiz. Kechalari yostiqlar qochib ketibdi. Ishga til bo'lmasa, Yevropani bo'ydoq bachalariga mazza bo'lar ekanda, ittalab tonishadi. Abidga zakisdan o'tkazib, kechqurun uyga olib keladi. "Men poznakomsa aytadi, "Tvoy kelin" deydi. Shuna siqilib yurganimga bir kun dadam bitta top dedilar-ku. Mani vaqtimga uyma-uy sarson bo'lib savchilik qilib yurishlar yo'q bo'lib ketib, uylanish masalasi hammasi hokimiyatga o'tib ketibdi. Hokimiyatga borasiz. Xotin tanlov bo'limi bu. O'shani bo'ydoqlar bo'limiga uchrab, aytasiz, ular sizga rasmchalarni ko'rsatadi. Rasmchadan bittasini tanlaysiz, nasib bo'lsa, ittalab tanlasangiz, kechqurun to'yda gumur qasir deb men ham yaxshi niyatlar bilan boruvdim. U yerda mana bitta xumkalla amakcha kutib oldilar. Shunday xunuk, bunday basharani chiroyli qilishni o'ziga or deb bilgan sochchalar, qachallar bu boshchalarni tark etganlar. Men ko'p eshitganman, ahmoq sochlar aqlli boshchalarni tark etadi deb, lekin birinchi marta ko'rishim, aqlli sochlar ahmoq boshchalarni tark etgan. Shunday bo'lsam, "Ha, ke, uylanmoqchimisan?" dedi. "Ha, dadam yuvoruvdilar" dedim. "Spravkang bormi?" deydi. "Qanday uchun spravka?" "Dadam yuvordilar" dedim. "Dadangni uylan deganini qanday qilib isbot qilasan?" dedi. "O'zim xohlayapman" dedi. "Ana shuni" dedi, "bor dadangdan qog'oz olasan, mahalla bitta bo'lmay ketibdi degan qaror chiqarib bersin" dedi. Bordim, qog'ozlarni oldim, dadamdan ham, mahalladan ham o'lim bera, olib ketirib shunday ko'rsatsam, mahallaniki bo'ladi, dadangniki bo'lmaydi deydi. Nimaga desam, dadangnikini pechati yo'q ekan deydi. Endi buni borib notariusga haqiqiyligiga to'g'ri degan bitta pechat qo'ydirib olib kelasan dedi. Lekin bu-ku quyuqloq salom alaykum qilsangiz ishingiz bitar ekan tez. Ishimni bitkizib notariusdan shunday keldim, lekin mana bu amakcha bilan ishim bitmadi. Kelsam, "Dadang partiyaga a'zomi?" dedi. "Ishim tez bitadi" deb, "Men ham ha deyorimman-da." "Bor" dedi, "dadang partiyaga a'zoligini partiyaning raisi tasdiqlab bersin" dedi. Borib dadamga aytdim. Dadam amakchani, qarindosh urug'larni bir esladilar. Endi qayerdan bilaman, men tonishlari bo'lsa kerak-da, lekin dadam o'qib mujik, "Bacham sen uchun turib beraman" dedilar-da, borib 4 ta partiyaga birdan a'zo bo'ldi. Hammasidan tasdiqlatib shunday qo'liga olib kelib berdim. Ana, bu yo'g'i zo'r bo'ldiki, uylanishga tayyormisan deydi. Ustimdan kulmang beraman, laylaga aytagani kelganim yo'q. Bo'lmasa bor dedi, kassaga qalin pul 3 million to'laysan, 5% solig'i deydi. Amakcha sizni fleshkangizga mobodo virus tushmaganmi? O'ylab gapirib, qalin pullar yo'q bo'lib ketgan-ku. Menga qarab, bu milliy urf-odatlarimni tiklanishga qarshi bo'libsan bera. Bu siyosiy masala og'zingga qarab gapir dedi. Ha, mayli, buni to'layman, lekin 5% solig'i nima uchun? Za absoluga deydi. Paynet bo'lib keti. Qanaqa absoluga desam, to'ydan keyin senga kelin absoluga qiladimi dedi. Absoluga qilmasa-chi desam, kechqurun svet o'chgandan keyin boshqa qilayotgan ish bermaydi dedi. Bor dedi, to'lab ket dedi. Hay dedim, borib to'lab kelsam, sut puli to'lamabsan-ku dedi. Tushunmadim, qaynonam menga absoluga qiladilar.
uylanmoqchimisan, bor to'lab kel dedi. Borib to'lab keldim, shunday qarab, 7 oylikmisan bachcha, hamma ishing chala. Ha, nima qilaman? Qaynotamga nos puli to'lamanmi dedi. Ginekologdan spravka olib kelmabsan-ku deydi. Menga qarang, siz maynayizni bir perizagruska qildiring dedim. O ayollarni doktoriga ginekolog, men erkakman, ko'rmayapsan desam, ko'rmayapman, borib doktoriga tekshirasan, xotin emas degan bitta spravka yozib bersin dedi. Xo'sh, shu bilan qutulsam, borib maynamga qurt tushmaganligi to'g'risida nevropatologdan spravka oldim. Keyin mahallani Go'rkovdan rahmatli bobom 30 yil oldin o'lib ketganliklari to'g'risiga oldim. Elektrosetdan 40 kun chillaga svetni o'chirmaymiz deganni bo'yniga qo'yib oldim. To'yxonalardan 300 ta oshiq odam olmaymiz deganni oldim. Mebel magazindan borib kelin talafga mebel sotmaymiz deganlarni oldim. Yana bir 10 ta 15 ta majburiyatlarni to'ldirib shunday qo'liga olib kelib bersam, ana bo'ldi ukajon, ana endi seni navbatga qo'yamiz deydi. Menga qarang, men mashina olgani kelganim yo'q-ku bera. Men uylanmoqchi emas. 3 oydan keyin kelasan, qonun qoidasi shunday dedi. 3 oydan keyin kelsam, ana u to'ldirgan 64 ta spravkam eskirganligi aniq. Hammasini yangilab, shunday qo'yib kelib qo'liga beruvdim. Keyin menga bitta albomni berdi-ku. Bunaqa qiyinchilikdan keyin bu kampiram ko'ziga qizday bo'lib ko'rinar ekan. Bitta qiz bor ekan, shuni tanladim. Ko'rsangiz, devonacha narsa. Ana shuni dedim. Ya, bacham senga buni bera olmaymiz dedi. Nimaga desam, bu nizom bo'yicha urush invalidlariga navbatdan tashqari beriladi deydi. O'ylab gapir, uylanadigan urush invalidlari qolibdimi hozir? Keyin bitta qizni tanlavdim, uni ispanchani bilmaganim uchun bermadilar. Nimaga bermaysiz desam, bu ispanchaga o'qigan, yarim kechqurun turg'izib sendan ispanchalab bir narsa so'rasa, sen dumbil ish narsani bilmaysan, men oilani ajralib ketishga qarshiman bera, dedi. Keyin bitta raqqosani tanladim, uni doira cholishni bilmaganim uchun bermadi. O'rganib qo'ymayman men, bitta bak, bitta bumbr. Maktabga ham o'qimaganmiz, faqat deb tepganmizda. Keyin bitta qizni ko'rsatdi, ko'zi boku ana shunday bo'lib yotibdi. Shunday menga qarab, bacham ko'ziga e'tibor qilma, qisi yursa bilinmaydi deydi. Avtobiografiyasini o'qiyapti buni qara bacham. San bo'p qiz ekanda shu. Qo'yilma, sandaqa ukalarimizga asrab qo'yganmiz-da buni bacham dedi. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni qara. Chap oyog'idan o'ng oyog'i 8 sm kalta ekan. E'tibor qilma. Kecha bittasi kelib 15 sm kaltasiga uylanib ketdi. To'g'rida bunaqa qog'ozbozlikdan keyin bitta oyog'i bo'lmasa ham rozi bo'lasiz-da. Xo'sh, chap qulog'i eshitmas ekan, bil o'ng qulog'iga gapirib yuraverasan dedi. Buni qara bacham, sen xazinaga uylanibsan-ku. Buni qara, oshqozoni operatsiya bo'lgan ekan, kam yeydi. Davlat-ku bu bacham, davlat-ku bu. Yaxshi, buni qara. Saqov ekan-ku bu. Yaxshida bir qulog'ing tinch bo'ladi bacham, lekin bu ozgina sabr qilsang, pensiyaga chiqadi deydi. Men endi 30 ga kiraman, qanaqa qilib pensiyaga chiqadiganga uylanaman desam, menga qara. 30 ga kiradimi, 40 ga kiradimi, 50 gami, 60 gami, erga tegmagan bo'lsa bo'ladi bera. Turyoq ko'zimdan inangni uymas dedi, haydab yordi. 6 oydan keyin bunga gap o'tadigan odamni topib keldim-ku. Shunday kelsam, baxtimga ana urush invalidlaridan hali ham savchi chiqmagan ekan. Ana shu desam, buni bera olmaymiz senga dedi. Men aytdim, Asror aka salom aytyordilar, bo'lmasa xafa bo'larlar dedim. Ana u Asror akaning otini eshitgan odam men bilan qaytadan so'rashdi. Ukajonim dedingga qo'yil dedi. Sen uchun atalganda shu qiz, mana shu qiz senga dedi. Men aytdim, dokumentlar to'g'ri kelmaydi desam, "Bacham, biz nima qilib o'tirmiz sanda uchun bachalarimga, ukalarimga yordam bermasam. Shu uchun o'tiribmiz-da." Aytdim, "Urushga bormaganman-da, bo'laveradimi?" Sen bormagan bo'lsang, dadang borgandi. Dadam bormaganlar, bobom borganlar. Belli, bobongni o'tiga rasmiylashtirib beramiz dedi.
bobong bitta davernis yozib bersa, haydab, uylanib ketaverasan. Bobong shu qizga uylanishni nabiramga ishonaman deb yozib bersa, bo'ldi-da dedi. Men aytdim, endi spravkani dedim, borib davernisni nariga dunyodan olib kelamanmi men? Ya kechirasan bacham dedi. Men u dunyoga borib spravka olib kelish bizdan tashkilotga kirmaydi. Kechirasan dedi. Baqirib uyg'onib ketdim. Shuni tursam sovuq ter bosgan tepamga dadam bilan onam o'tiribdilar. Dadasi bachangizni bir o'qitaylik, har kechqurun bu alaqsirab chiqibdi bu. Ey xotin, bachangni o'qitish emas, uylantirish kerak beray. Menga qara, bugun sinfdoshim Sattorning qizini borib shunday ko'rasan. Tushundingmi desalar? Hayajonlanganimdan hokimiyatga boramanmi dedim. Menimcha bachangni to'chni o'qitish kerak xotin dedilar. Nima bo'lsa ham boku, o'zimizni milliy urf-odatimiz savchilikdan qo'ymasin, qog'ozbozlik bo'lmas ekan. Salomat bo'linglar. Demak, kechamizni davom ettiramiz. Yana bir bora davramiz to'riga ajoyib xonanda do'stimiz Odilbek Abdullayevni taklif etamiz. Marhamat. Ilohim hamisha mana shunaqa xush kayfiyat hech birimizni tark etmasligini tilaymiz Alloh taoladan va keyingi qo'shiqlarimiz bilan davom qilamiz. Sen ham hali aldanasan, men necha yandım yanasan. Ey shunda bilarsan nedir yanmak. Men seni saldım Xudoga, qarg'ab batmayman gunohga. Chiroying o'tguncha inonma. Biga qo'shiqlarimiz bilan davom qilamiz. Marhamat. Qani Odilbek Abdullayev, Nodirbek Hayitov. Rahmat, salomat bo'ling. Demak, davom etamiz. Agar mana shu joyda rejissorlarimizni iltimos qilishdi, gulpul bo'lsa ovogin deyishdi. Agar bo'lsa deyishdi, bo'lmasa davom ettir deyishdi. Rahmat sinfdoshlarimiz Bahodirjon, rahmat, salomat bo'linglar. Sherzodjon katta rahmat. Sog' bo'ling. Nurullo aka rahmat, salomat bo'linglar, rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Ikrom aka, rahmat, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Mani qizim keldi mana. Mana dadam keldilar, qarsanglar bo'lsin. Rahmat bo'lajon. Rahmat. Mani kursdoshim Huvaydo Jumayeva. Kursdoshlar nomidan iltimos starostani chaqirib yuboring. Bir kelib ketsin. Ularga taklifnoma bersam. Qiynalib qolmadinglarmi? Nech puldan yig'dinglar? Davom etamiz, Xudo xohlasa. Rahmat, salomat bo'linglar. Usmonjon, bizni kursdosh, rahmat. Doniyorjon, rahmat. Harqaka rahmat. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Gena yaxshimisiz? Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat, Xolmurodjon do'stimizni ayalari, rahmat, Zarafshondan tashrif buyurdilar. Rahmat onajon, rahmat. Xurzod aka, bizning ijodiy hamkorimiz, rahmat, salomat bo'linglar. Andijondan salomat bo'linglar. Xotamjon Po'latov, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'linglar. Yangilarim kelishibdi, mana jiyanlar kelibdi, rahmat. Salomat. G'ulom, shu bitta qarsaginglar bo'lsin. Sog' bo'ling, G'ulom aka, rahmat. Yana bir mavzu, keyingi paytda e'tibor beryapsizlarmi? Tursin. Aka tursin. Menga berdi-ku. Tursin kiyola. Rahmat. Yo, xalaqit qilyaptimi? Rahmat, salomat bo'linglar. Qalay, kostyum yarashibdimi? Endi faqat qo'shiqchilar kiyadimi? Biz ham kiyaylik. Yaldir-yuldirlardan ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin ish qilib. Salomat bo'linglar. Biz o'zbekchilikda bir irim bor, bilasizlarmi? O'zbekchilikda odamga sal ko'z kirib qolsa, ko'z tegib qolsa, yo bir kinna kirib qolsa, nima qilar ekan? Urf-odat bir nonni olib, bir itkami, mushukkami qorniga silab bersa, dardini olar ekan. Endi biz ham san'atkorimiz, ko'zga yaqinmiz. Bir to'yga borsak, keladi, bitta rasmga tushaylik deydi, bitta quchoqlaydi. Mana shu vaziyatda uni yukini biz avtomatik qabul qilib olamiz. 70 kilo bo'lib borsak, 1 tonna bo'lib qaytib kelamiz uyga.
Bir kun to'ydan kelsam shunaqa og'ir bo'lib keldim, shu darajada og'irman, to'xta dedim. Shu urf-odat bo'yicha irim sirimini qilay dedim-da, uyga kelib bitta nonni olib, xonlarga silab, shundoq itga beraman desam, it shunday qaradi menga, yemayman dedi. Doljinmanmi men sallaga dedi. O'g'lingni tishi og'risin, qizingni ko'ziga go'misha chiqsin, xotiningki toza jongada cherezdan boshiga non sulab beradi. Xotiningga cherepnoy davlenasi bor, doktorga borsin dedi. Sanlarda dardingni olaverib, o'zim nimasan bo'lmay qolyapti dedi. 10 kun, 15 kun yo'q bo'lib ketaman-ku dedi. Ana shunda men sanatoriyaga borib lecheniya olib kelaman dedi. Itramon degan dorilar ichyapman. Itramax degan dorilar ichyapman. Ana o kun toqqa chiqsam hamma it o'sha yerda. Egasidan qutulib dam olyapti o'sha yerda. Sallani dastingdan mashinalarning orqasidan quvlaydigan odat chiqardim men. Qaysi ahmoq mashinani orqasidan quvlaydi? Ana qo'shnining iti bor edi-ku, mashina bosib ketib o'ldi. Esingdami? Dedi, "Ha" desam, u mashina bosib ketmadi. O'zini o'zi tashadi mashinani tagiga. Oxiri borib mana shu qilgan ishni men ham qilmasam bo'ldi edi ish qilib. Qorningga silab non berasan, erkak bo'lsang go'sht ber bir ko'ray dedi. Rostdan keyingi paytda men hayvonlar bilan gaplashadigan odat chiqardim. Ana o kuni bolalarimni olib zooparkka bordim. Zooparkka borsangiz endi xursan hayvonni o'zi yo'q. Hammasi hayotdan zerikkan. Bir joyga shundoq borsam, fil yotibdi-da. Shunda filga qaradim-da, "Ha fil, tur o'rningdan ey. Shuncha joydan seni ko'rgani kelsa yotishingni qara" desam, fil shunday qaradi menga. "Kimsan sen menga ish buyurasan?" dedi. 70 kilo chiqasanmi, yo'qmi? 5 tonnalik hayvonni bezovta qilyapsanmi? Kerak bo'lsa xartumim og'ir sendan dedi. "Ya, meni ko'rgin kelsa erkak bo'lsang, ana Afrikaga bor" dedi. Hindistonga bor dedi. Men ham bekor yurganim yo'q. Meni uyimdagilar ishlagani ketganda yurt dedi. Pasportimni olib qo'yib qaytarib bermadinglar dedi. Maratla dedi. Ana o kuni elchixonadan 4 ta odam keldi, xursand bo'lib ketdim, ishim yaxshi bo'ladimi deb. Ular ham keldi, bolalari bilan bitta rasmga tushib ketib bor deb qarasam, yig'layapti fil. Bo'ldi filjon, o'zingni bos, yaxshi bo'ladi. Men tanishlarimga aytaman, masalangni hal qilamiz dedim. Shunda o'tib ketayotsam, panjaralar bilan o'ralgan, panjaraning ichida tog' echkilari, panjaraning tashqasida shaharlik echkilar selfie qilyapti bilan. Selfie qilyapti. Shuni o'tib ketayotsam, bir tog' echkisi menga qarab, "Hey, lo'la" dedi. Tushunmadim, menga aytyapsanmi? Boshqa lo'li yo'q-ku bu yerda dedi. "Nima deysan desam, sendan bir narsa so'rasam maylimi?" dedi. "So'ra" desam, "Menga qara" dedi. "Bir paytlar Zomin tog'lari bo'lardi. Hali ham bormi shular" dedi. Men aytdim, "Zomin tog'lari, ey tabiat, archalar, giyohlar, gullar, ob-havo, zo'r" desam, "O'rgatma menga. Qanaqa bo'lishini o'zim ham bilaman. Shunchaki bormi yo'qmi deb so'rayapman sendan" dedi. "Bo'ldi, asabiylashma. Nimaga asabiylashasan? Qafasda 4 kun tur ko'raman keyin ahvolingni" dedi. "Sigareting bormi?" dedi. Bor deb sigaretni bersam, ichki tuyog'ini orasiga qo'yib olib sigaretni chaqyapti. Shunday qarab, "Konset berib ham ishing yurishmabdi-a" dedi. "Nimaga unaqa deyapsan? Sen palmal chaqyapsan-da hali ham" dedi. Bu bilan gaplashdim, shunda o'tib ketayotsam, ayiqni oldiga uyqusirab yotdilar shunday. Ayiq uyda u yerda uyqusirab yotibdi. Odamlar bu yoqqa ayiqqa qarab qiliq qilyapti. Ayiqqa farqi yo'q. Yotdi. Xuddi ayiq odam ko'rgani kelganda u yoqqa. Shuni ayiq oldiga bor. "Ayiq, turini ham bunaqa mudrab yotish bo'lmaydi. 60 ming so'mga bilet olib, men shuncha joydan kelib, bolalarim bilan ko'rgani kelsam, seni yotishingni qara" desam, "Menga qara. Birinchidan" dedi, "bergan pulingni minnat qilma" dedi. "Ikkinchidan hozir qaysi fasl" dedi. "Qish" desam, "Qishda biz 3 oy uxlashimiz kerak, bilasanmi" dedi. "Sandan dastingdan umuman uyqu yo'q. Ertalab 6 dan padyom, tur, ha, odam keldi. Tur, ha, odam keldi. 3 oydan beri usulina vobshe uyqu yo'q" dedi. Bu ko'zlaring qizarib ketgan desam, "Sen ham uxlamasin deb kechqurun bilan Red Bull, Fresh, kofe beraversin, ko'raman ahvolingni" dedi. Qarasam jiddiylashib ketyapti. "Bo'pti" dedim-da. Shunda yoniga o'tsam, yonida bo'ri ham siqilib u yoqdan bu yoqqa yuradi.
tinchlik bo'ri, sen nimaga siqilyapsan desam, dedi-da, yolg'izlik jonga tegdi dedi. Nega? Xotining qani desam, xotindan ayrilib qoldim dedi. Tushunmadim. Nima bo'ldi xotiningga desam, ana u zoopark xo'jayin ozgina ish yurishmagan ekan dedi. Boshqa zooparkka sotib yubordi dedi. Payt keldi, bir narsani so'raysizlardan dedi. Bizani tishlarimizni nima qilasizlar dedi. Sallani dastingdan umuman tish qolmadi-ku deb shundan olyapti tishi protez. Qo'ylarni ovlagani borardik, tish yo'qligidan yalab qaytib kelardik. Ehtiyot bo'lib yurlaring dedi. Sallarni olaringda bizda baron bor dedi. Kim desam, Adham Soliyev dedi. Adham Soliyev bo'rilarni baroni ekan, bekorga aytilmagan ekanda bo'ri edim, bo'ri deb. Bu bilan ham gaplashdik. Shunday keyin ilonlarni xonasiga kirdik. Ilonlar ana kirsak borku madaniyat, mana etika, estetika, gaplashish madaniyati bir sariq piton shunday dumini ko'ksiga qo'ydi-da. Assalomu alaykum kuyov, xush kelibsiz dedi. Tushunmadim, men sizlarga qanaqasiga kuyov bo'laman desam, xotining bizda jiyan bo'ladi-ku deydi. Men aytdim, har 10 kun 15 ga yuringda zooparkka borib kelaylik deydi xotin. Borib zaryad olib kelar ekanda bu. Selfilar qilib keladimi ilonlar bilan? Sababi bor ekanda dedim-da. Kayfiyat ko'taraylik, zerikib ketdik. Maymunlarning xonasiga kirdik. Kirsak borku, endi maymunlar qarsak chalib kutib oldi meni. Nodir Loli keldi dedi. Nima qilibsan ke dedi. Aytdim, maymun ko'rgani keldik dedim. Maymun ko'rgani kelish shuncha joydan pul sarflab kelish shartmi dedi. Nima qilishim kerak desam, oynaga qaramabsan-da dedi. Aska qiyotdim bilan. Gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil dedim. Dedi, bitta zo'ridan ayt, zerikib ketdik dedi. Uzr kechirasizlar, bu zo'rni aytadigan joy emas. Bitta zo'ridan ayt, maza qilaylik, zerikib ketdik, qafas ichida bitta maza. Kechirasizlar, bu yerda aytib bo'lmaydi desam, noz qilma, qistiramiz dedi. Tushunmadim. Sizlar ham o'ylab olasizlarmi? Tekinga ishlaydigan zamonlar o'tib ketdi dedi. Yo'q, qo'yili, naqdmi, plastikmi desam, ikkalasi ham emas. Nima olasizlar desam, oylikka banan olamiz dedi. Qayeringa qistiray dedi. Aytdim, bizning maxsus cho'ntaklarimiz bo'ladi, shu urf-odat bo'yicha cho'ntakka solaverasan dedim. Gap yo'q dedim. Shu bananni hammasini yeysizlarmi? Yeganimizcha yeymiz, qolganini olib borib quyliqqa topshiramiz, sizlar yeysizlar deydi. Bitta latifani aytib berdim, xursand bo'ldi, kayfiyat ko'tarildi-da. Shundan keyin chiqib ketayotsam, darvozani oldida bir ot odamlar bilan rasmga tushyapti. U rasmga tushirib ot ovqat ish esidan chiqib ketgan. Lekin meni qoyil qolgan joyim, ot odamlardan chiroyli rasmga tushyapti. Yoniga shunda odamlar kelsa, qizlar shunda yoniga kelib tursa, qizlarni oldirib turibdi-yu. Otam fotografiga qarab tuyoqlarni bunday qilib qo'yadi. Bunday qila olmaydi-ku. Rasmga tushyapti. Oldiga borsam, shunday aroqdiydi kelyapti, kayfi bor. Kechlikmi nima bo'ldi desam, u bilan ham dardlashib, dedi, men bu dunyoga ot bo'lib kelib nima ko'rdim? Men ham ot bo'lib poygalarda chopishim kerak edi. Men ham ot bo'lib ko'pkarlarda uloq chopkim keladi. Mana ko'r, fotomodel bo'lib yuribman dedi. O'zi peshonamga show biznes yozilgan ekanda mana dedi. Nimaga? Show biznesda ishlaganmisan? Ha, men hosilani administrator bo'lganman dedi. Yo'q, nima qilarding desam, ot gaplashib berardim dedi. Keyin tuhmat bilan haydalib ketdim dedi. Rahmat, salomat bo'ling, rahmat. Kakras mana shu ot edi-da. Rahmat. Keyin chiqib ketayotdim, o'rtog'imga telefon qildim, "Jo'ra" dedim. Vaziyat og'ir. Hayvonlar bilan gaplashadigan odat chiqardim. Keyin oxirgi paytda ishlarim ham yurishmayapti desam, "Jo'ra" dedi. "Bitta qo'y so'yib qon chiqarib bor" dedi. "Hammasi yaxshi bo'ladi" dedi. Buni aytganini qilib uyga kelib bitta qo'yni qo'l oyog'ini boylab, shuni pichoqni olib bordim bo'g'ziga, shu qo'y shunday qaradi menga. "Nima qilyapsan? So'yyapsan sen. Nima uchun so'yyapsan? Ishim yurishmayapti. Ishing yurishmasa meni so'yasanmi?" dedi. "Ishing yurishmasa sen o'zingni so'y" dedi.
O'zingga ish yo'qmaydi, mana kredit beryapti, kredit ol dedi. Ish qil, biznes qil dedi. O'zingga ish yo'qmaydi, rostsan. Nimaga shunaqa ekan? Sal ishimiz yurishmasa, alamimizni qo'ydan yoki xo'rozdan olamiz. Ularda nima ayb? Ancha gaplashib qoldik qo'y bilan. Keyin birdan savol berdim Mavlaga gaplashib bo'lganimizda. Mabodo dedim, dunyo charxpalagi teskari aylanib, dunyoga hukmronlik qilish, hayvonlarni qo'liga o'tib qolsa nima qilarding desam, dedim. Men dedi. Birinchi dedi, odamlardan tandir qilib butun dunyoga eksport boshlardim dedi. Eksport qilib yuborardim. Qashqadaryoliklardan boshlardim birinchi. Ular shirin bo'ladi-da, chunki bizda yurt dedi ular dedi. G'ijduvonliklardan shashlik qilaydim dedi. Keyin bo'riga telefon qildim. Bo'ri, mana shunaqa vaziyat, nima qilarding desam, bo'ri aytdiki, odamlarning tishlarini, tirnoqlarini sotib biznes qilardim dedi. Keyin bittasini uyimni to'riga mashina qilib qotirib qo'yardim dedi. Kelgan mehmonlarga o'zim ovlaganman deb maqtanib yurardim dedi. Shuna o'tib ketyapsam eshak turgan ekan. Mayli deb ketyapsam eshak shunday qaradi-da, "So'rama nanam" dedi. "Nimaga so'ramayapsan" dedi. "Bo'pti, sen nima qilarding?" desam, "Men birinchi ishni" dedi.